mashinamni moyini almashtirish payti kelgani uchun 0W20 moyini o'zim tayyorlamoqchiman. Bundan tashqari egzoz lineykani hamma barcha retsepturasiga o'zim javob beraman. Sifatlariga 0W20 moyini tayyorlashimiz uchun mana VHV to'g'ri hamda 6 solinadi. 6 ni men boshqa joydagi aralashtirib bo'lganman. Bu yerda ko'pirpechga qarshi mana bu GM Dexus 1 Gen 3 benzin motorlari uchun mo'ljallangan prisatka. Bu yerda 5-guruh ester moyi. Bu yerda muzlamasligiga qarshi hamda mamutdagi ko'pirishga qarshi prisatkani aralashtirib tayyor o'lchab qo'yganman. Bu yerda quyiltiradigan загуститель modifikator gaz kisi bilan birga aralashmasi. Hozir shu yerda hamma narsani olib turib prosta aralashtiramiz, уже tayyor motor moyi kelib chiqadi. Uni yana bitta laboratoriya testini qilib turib, уже o'zimning trekerimga aynan shu moyi solaman. Rangini ko'rsatmoqchiman hozir. Ozgina mutli bo'lishi mumkin. Sababi yaxshi aralashmaganiga. Tiniq chiqadi. Tayyor 0W20. Texnologiya bo'yicha endi ozgina qizdirib turib aralashtirib olish kerak. Mana shu moyi o'zim trekerimga qo'yaman.